manbasi adashyapti, kimni olyapti, qayerdan olyapti, olayotgan odam ishonchli shaxsmi. Demak, adash shundan bo'lyapti. Demak, saralash imkonini beradi-da. Shuning uchun mana sizlarda ko'rdik. Endi katta avlod bizlar endi nima olamiz, darslikni olamiz, o'qigan kitoblarimizni olamiz. Endi keyingisi mana misol ko'rsatyapti. Buyuk Ipak yo'lining eng muhim savdo yo'li bo'lganligi haqida. Sizlar qayerdan olgansizlar manba masalan? Dars olgansiz. Endi yoshlar nima oladi? Yoshlar darslikdan emas, birinchi o'rinda Wikipedia'dan olish mumkin, yoki ChatGPT'dan olish mumkin. Bundan foydalanadi. Demak, shu jihatlarni ham yozib, o'sha daftarga yozib, va yuqorida misol keltirdik. Demak, masalan, shunday afsuski bugungi kunda masalan YouTube'dan ham olish mumkin. Afsuski YouTube'da ma'lumotlar juda ko'p, masalan, ba'zi blogerlar show ko'tarish uchun qilish mumkin. Bo'lmagan ma'lumotni qilish mumkin. Masalan, PR uchun qilgan bo'lishi mumkin. Ma'lumotda ba'zi qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Asl holatga o'zgartirilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu o'quvchini manbani topayotgan, ma'lumot topayotganda, topayotgan manbasi saralash imkoni qisqasi odamlarga. Yoki axborot munkiyot asarini matn g'oya rasm tadqiqot natijasi ma'lumot boshqa muallif ko'rsatmasdan o'zlashtirish hisoblanadi. Mana men qayta tayyorlovda o'qiganimizda ham kurs ish qilganimizda ham kurs ishlarimizni plagiatdan tekshirib o'tkazib berdi. O'zi qanaqadir nimasi bor ekan, tekshirib beradigan nimasi bor deb bizdan olib qoldi. Miqdori bor edi. Masalan, o'sha o'zingiz kurs ish qilasiz, kurs ishingizdagi plagiatdan foydalanishga ruxsat beradi. Aniq ismi kelmayapti, adashmasam 70% gachamidi. Unga ishingiz bo'ladi. Agar plagiat keltirsangiz ham snoska bilan o'sha qaysi manbadan keltirgansiz, kimni ilmiy maqolasidan keltirgansiz, kimni asardan keltirgansiz yoki nimadan bo'lsa ham o'shani ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Ya'ni sodda qilib aytganda bu plagiat ko'chirma kashf hisoblanadi. Bu hamma soha. foydalangan adabiyot bo'ladi. Masalan, asardan bo'lishi mumkin, ilmiy maqola bo'lishi mumkin yoki qo'shiq bayon aytgan, turk qo'shiqlari so'g'irlon masalan. Misol. Demak, shu ma'noda ishlatiladi. Endi bugungi kunda misol keltirish mumkin. Masalan, Karl Theodor Gutenberg avval German mudofaa vaziri bo'lgan. Demak, o'zini dissertatsiyasi o'sha plagiatdan keyin o'sha butun faoliyat karyerasini nima qilgan? Mahrum qilingan Germaniyada. Chunki o'sha birinchi o'sha dissertatsiya muhim masalan o'sha ilmiy ishlar. Shu doktorlik darajasini yoqlayotganda o'sha qilgan ishi o'sha juda katta qismi plagiat bo'lgan. Demak, shuning uchun har birda eng mashhur misol bo'lishi mumkin. Yoki men ham gapirib ketay. Siz yaxshi tushuntirasiz. Yo'q, magistratura ishimda qilayotganimda biror bir kitobdan men fikrni o'g'irlab o'zimni fikrni ko'rsataman.